Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va o'quvchilar. 13-dekabr kuni sizlardan test olinadi. Hamma guruhlarimizdan, hamma o'quvchilarimizdan 100% olinadi bu test. Shuning uchun o'sha testga yaxshilab tayyorlanishliklaringizni so'raymiz. Hozir Telegramdagi guruhimizga o'sha testdagi namunaviy savollarni tashladik. O'sha namunaviy savollardan tushadi. Bundan tashqari yana o'zimizdan boshqa kuchli savollarni qo'shamiz. DTM darajasida bo'lib xudo xohlasa. Prezident maktabiga topshirilganlar uchun prezident maktabi darajasida bo'ladi. Yana bundan tashqari bu testimizdan 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinda olgan o'quvchilarimiz uchun maxsus chegirmalarimiz bo'ladi. Misol uchun 1-chi o'rinda olgan o'quvchimizga 100%, 2-chi o'rinda olgan o'quvchimizga 50%, 3-chi o'rinda olgan o'quvchimizga esa 25% chegirma qilinadi. Bundan tashqari yana o'sha 3ta o'rinda olgan o'quvchilarimiz uchun bir kunlik sayohat bo'ladi. Ya'ni Al-Buxoriga borishi mumkin. Hali qayerga borishligi aniq emas, lekin ujun yoki abid olib beriladi. Bitta ayol kishi o'qituvchimiz, bitta erkak kishi o'qituvchimiz aylantirib keladi. Iloji boricha o'zim borishga harakat qilaman. Agar men bora olmagan taqdirimda ham boshqa bir yaxshi o'qituvchilarimiz olib keladi. Keyin o'shaning uchun yaxshilab tayyorgarlik ko'rishligingizni so'raymiz. Bundan tashqari keyin testimizga o'zingiz bilan yana bitta do'stingizni yoki aka-ukangizni, opangizni, singlingizni olib kelishingiz kerak bo'ladi. U testda soatlari abitgacha o'qiydigan o'quvchilarimiz uchun soat 9 dan 10:30 gacha, abitdan keyingi o'quvchilar uchun esa 3 dan 4:30 gacha bo'ladi. O'shaning uchun 1,5 soatlik test. Yaxshilab qatnashib ketishligingizni so'raymiz. Keyin 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinda olgan o'quvchilarimiz faqat o'zimizning o'quvchilarimiz ichidan tanlab olinadi. Chekkadan kelgan o'quvchilar ichida emas.